qanaqadir yumshoq zo'r ketyapti ani. Mazasi yaxshimi? Mazasi zo'r, sababini aytaymi? Qanaqadir yumshoq zo'r ketyapti ani. Go'shtni ham pishirganingizdan keyin yumshoq chaynamay ketadi, xuddi shunga o'xshab yumshoq o'tib ketyapti-da. Hammaga tavsiya qilaman, maqtanish emas, 100 marta, 1000 marta eshitganiga ko'ra bittachasida keyin o'zingiz uchun tan berasiz. Eleven kompaniyasi maxsus siz uchun sovg'a anaqa qilishibdi. Sizga Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Rahmat. Ko'rishdagi barqarorlikni qabul qilamiz va siz bilan hamkorlikda ishlayotganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat, e'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga Eleven suvni taklif qilamiz. Hamma butun O'zbekiston ahliga Navro'z muborak, Ramazon oyi ham muborak bo'lsin hammaga. Sizlarni kutib qolamiz. Eleven hayotini o'zini yaxshi ko'radiganlar uchun deb sabab yumshoq o'targanda shu. Yevrasizlar xalq. Bu lekin reklama emas, rostdan ham yumshoq suv. Haqiqatan ham real. Xohlasa Botir Achchiqoshga kelib ichib ko'rishsin. Siz bemalol besplatik qilib qo'yamiz, kelib ichmasizlar. Rostdan ro'zangunda anday shu zo'r ekan suv, mazasi zo'r, yoqdi menga. Oilaviy shundan uramiz endi. Rahmat. Eleven to'g'ri tanlov. Sizlarni kutamiz.